Torneli yangi kottedj qurilib turibdi. Xudo xolisa 2 qavat bo'ladi. Bu podoshkasini o'rni yerli kovlangan, preslangan. Undan tashqari shebin tashlangan, yana preslangan. Podoshkalarning enlari va undan tashqari ko'rib turibsizlar, armaturalarni boylab chiqishgan, yana boylashyapti. Toshkentning prямо biqinida inshaalloh 5 ta baquvvat kottedj qurilyapti. O'sha oddiy har bitta qurilish jarayonini hammasini ko'rsatib boramiz. Ko'rib maza qilinglar. Kvadratniy metri xudo xolisa 95 ta bo'lishini o'sha rejalashtirib turishibdi. 95 kvadratniy metr bo'ladigan bo'lsa, demak 2 qavat bo'ladi. Narxlari ham premium bo'ladi. Mana shu atroflarda kvartira oladigan narxlarda bo'ladi. Imkon qadar 4 ta xonali 2 etajli kottejni почти kvartirani puliga olasizlar inshaalloh. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Keyin kimdadir qanaqadir fikr bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozsanglar bo'ladi. Kommentariyalarga savolinglar bo'lsa, yozsanglar bo'ladi. Aqlimiz yetganicha javob beramiz. Har kuni imkon qadar mana shu proyektni rejalashtirganimizni ko'rsatib boramiz. Oddiy hamma jarayonlarni, qurilish jarayonlarini, podoshkalarini, hali fundamentlarini, undan keyin g'isht terilishlarini, undan keyin plitalar qo'yilishlarini, hamma jarayon. Bizning o'sha sahifalarimizda YouTube bo'lsin, Facebook bo'lsin, Instagram yoki TikTok bo'lsin, farqi yo'q. Ko'rib, ishonch hosil qilib, pulingizga achinmasdan olasizlar inshaalloh. Xullas charchamanglar, hammanglar sog' bo'linglar. Like bosishingizdan chiqmasin. Mabodo fikringlar, savolinglar bo'lsa, bemalol